Salkam 40 million aholimiz bitta kurashsa, xudo xolasa Gapirmay. zo'r natijalarga erishamiz chorva sohasida. Zohidjon juda chiroyli o'tdi. Rahmat. Juda ham men to'g'risi o'tgan yildan ko'ra 2 barobar, 3 barobar odam ko'p keldi. Juda ham qiziqdim. Yana bitta narsaga e'tibor qaratdimki, o'tgan yil tomoshaga kelib qiziquvdik, mana bu yil qo'y olib chiqdik deyapti. Mashalloh. Bir yilda уже Mashalloh. yetiltirishib olib chiqishibdi. Mashalloh. Xursand bo'ldik aka. Kundan kunga naslli qo'ylarga qiziqib, qo'rasida boqadigan odamlar ko'payib bormoqda. Xudo xolasa bu narsani biz Andijonda ham ko'rdik. O'ta chiroyli namunalarni ko'rdik. Xudo xolasa bunaqa namuna qo'ylar butun O'zbekistonda bo'ladi degan umiddamiz. Salkam 40 million aholimiz bitta kurashsa, xudo xolasa Gapirmay. zo'r natijalarga erishamiz chorva sohasida. Zohidjon, mana xabaringiz bor, ancha vaqtdan beri men chorvachilik uyushmasi ustidan ish olib boryapman. Nima deb o'ylaysiz bu fikr? Uni ham bir o'ylab chiqib, rahbarlardan so'raymiz endi. Albatta. Chorvachilik qo'mitasining boshlig'i ham nihoyatda ishqiboz, bu kuzatib ko'rib o'tiradi qo'ylarimizni. Rahbarlardan xudo xolasa so'rab uni uyushtiramiz aka. Xudo xolasa. Sizlar ham agar O'zbekistonda chorvachilik rivojlanishiga hissa qo'shmoqchi bo'lsanglar, chorvadorlar uyushmasiga a'zo bo'linglar. Bizga aloqaga chiqsanglar, qanaqa a'zo bo'lishligini shunday sizlarga Telegramdan yuboramiz. Assalomu alaykum.